Alhamdulillah. Alloh tabarak taoloning fazli ila Ramazon oyining chorshanba kunida insonni Robbisi tabarak taologa yaqinlashtiradigan amallardan ro'zadorlarga iftorlik berishda va yordamlarda davom etmoqdamiz. Bugun Murayya Qalblar xayriya fondi tomonidan G'azzo sektorida Rafah shahrida yashovchi oilalar uchun ovqat tayyorlanmoqda. Alloh sizga barakotlar bersin. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilarki, taom ulashinglar, jannatga salomat holda kelasizlar. Va yana Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilarki, qaysi bir mu'min och birodarni taomlantirsa, Alloh taolo unga jannat mevalaridan yediradi. Alloh taolo sizlarga jannat mevalaridan yedirsin. Sizlarga qalbimizning tubidan murojaat qilamizki, ushbu yordamlaringizni to'xtatmanglar va G'azzo sektoridagi birodarlaringizni yordamda bo'lishda davom etinglar. Avvalo Alloh taolodan yordam so'ragan holda, so'ngra sizlarga murojaat qilamiz. Alloh tabarak taolo sizga bergan molidan, karamidan sadaqa ulashing va G'azzo sektoridagi jabr ko'rgan, qiyin ahvolda qolgan oilalar uchun ovqat taqdim qilishda davom etinglar. Ushbu Ramazon oyida sizlarning go'zal yordamlaringizni davomiy bo'lishini kutib qolamiz. Alloh tabarak taolodan barchangizni yaxshilikka yo'llab qo'yishini so'raymiz. طب خلينا كيف بدنا نصور يا عماد عبي عبي نهار